Davom etamiz. Joriy yilning 17-20 aprel kunlari Jizzax shahri O'zbek jang san'ati turi bo'yicha Osiyo Kubogi musobaqasiga mezbonlik qilmoqda. Mazkur nufuzli musobaqada 17 ta davlatdan tashrif buyurgan sportchilar ishtirok etmoqdalar. Hozir shu mavzuda. Musobaqa O'zbekiston Respublikasi Sport vazirligi, Xalqaro jang san'ati assotsiatsiyasi, O'zbekiston jang san'ati federatsiyasi hamda Jizzax viloyati hokimligi hamkorligida tashkil etildi. 3 kun davom etadigan bahslarda Temuriylar bellashuvi va jamoaviy ko'rgazmali chiqish yo'nalishlari bo'yicha bellashuvlar o'tkazilmoqda. Tantanali ochilish marosimi O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasi bilan boshlandi. Shundan so'ng xotin-qizlar tomonidan Assalom tong mashg'ulotlari ham namoyish etildi. Shuningdek, tantanali marosimda Jizzax shahar hokimi Komil Xolmurodov so'zga chiqib, musobaqaning yoshlar tarbiyasidagi ahamiyati, xalqaro maydondagi nufuzi va sport orqali do'stlik aloqalarini mustahkamlashdagi o'rniga alohida to'xtalib o'tdi. Ta'kidlash kerak, har bir davlatda, har bir millatda o'zini tarixdan qolgan jang san'ati bor. Xuddi shu qatori o'zbek jang san'ati ham mustaqillik yillarimizda rivoj topib, aynan mana shu yoshlarni, shu jumladan aholini sog'lom turmush tarzi kechirish, ularni sport musobaqalariga qiziqtirish yoki ommaviy sport musobaqalarini o'tkazish maqsadida qabul qilingan qarorlar asosida mana shu xalq bilan sport o'rtasidagi birdamlikni ta'minlash maqsadida jang san'at sport turimiz bugun butun dunyoga tarqalib bormoqda. Keyingi so'z Hindiston jang san'ati assotsiatsiyasi vitse-prezidenti Sudish Kumarga berildi. Tantanali marosim davomida barcha mehmonlarga esdalik sovg'alari ham topshirildi. Shuningdek, Temuriylar bellashuvi yo'nalishidagi bahslarga ham start berildi. Unda 7 yoshdan 12 yoshgacha bo'lgan yosh sportchilar o'z mahoratlarini namoyish etishmoqda. Musobaqa davomida jang san'atining o'ziga xos texnikalari, milliy urf-odatlari bilan uyg'unlashgan ko'rinishlari, shuningdek, sportchilarning yuksak tayyorgarliklari e'tiborga loyiq bo'ldi. Jizzax shahrimizda ilk bor O'zbek jang san'ati sport turi bo'yicha Osiyo Kubogi musobaqasi bo'lib o'tadi. Va albatta bu musobaqada O'zbekiston terma jamoasi yaxshi natijalarni qo'lga kiritib, oldinda bo'ladigan musobaqada yaxshi natijalarni qo'lga kiritishga turtki bo'ladi. Ushbu musobaqa nafaqat sportchilar uchun muhim tajriba makoni, balki o'zbek jang san'atining xalqaro miqyosdagi nufuzini oshirishga xizmat qilmoqda.